butun Markaziy Osiyo turibdi. Do'stlar, kelinglar 1 daqiqa o'tmishga qaytamiz. 2006-yil Bahrayn bilan o'sha mavhum o'yin. 2014-yil Janubiy Koreya darvozasiga yetmay qolgan o'sha bittagina gol. 2018-yil Toshkentdagi alamli durang va mundial ostonasidagi ko'z yoshlar. Necha marta yiqildik, necha marta yuragimiz parchalandi. Eshigimiz tagigacha kelgan o'sha jahon chempionati yo'llanmasi har safar qo'limizdan sirg'alib ketganda, bizga nasib qilmas ekanda deb qo'l siltaganlar ham bo'ldi. Eng qizig'i mana shu tarixiy lahzalarni ko'rishni orzu qilib, Lekin oramizda yo'q bo'lgan futbolning ashaddiy muxlislari ham yo'q emas. Va hozirda ularning orzusi qandaydir ma'noda ushaldi desak ham bo'laveradi. Chunki biz nihoyat jahon chempionatidamiz. Ha, bu bizning debyutimiz. Lekin biz u yerga shunchaki mehmonga yoki ochko ulashadigan outsider bo'lib ketayotganimiz yo'q. Har qanday Grand Klub bilan o'ynashimizga qaramasdan baribir ularning ichidan ozgina bo'lsa ham gol bosadi. Chunki ular bilishadi, har bir jahon chempionatida outsider deb aytilgan terma jamoa baribir ozgina bo'lsa ham xavfli bo'ladi. Eng hayratlanarlisi bilasizmi nima? Hozir orqamizda nafaqat 36 million O'zbekiston xalqi, balki butun Markaziy Osiyo turibdi. Qozoq, Qirg'iz, Tojik, Turkman doshlarimiz xuddi o'z terma jamoasidek bizning bayrog'imizni bosh uzra yuqoriga ko'tarmoqda. Bu mintaqa futbolda tarixdagi eng buyuk birdamlikdir. Terma jamoamizning har bir a'zosi uchun bu shunchaki futbol emas, bu hayot-mamot jangi. Bu dunyoga o'zbek futbolchisi Yevropada top ligalarda o'ynashga qodir deb baqirish vaqti keldi menimcha. Biz shunchaki qatnashmaymiz, biz tarix yozamiz. Shunaqa gaplar do'stlar, kuzatamiz va oxirgacha terma jamoamizga ishonamiz.